bizani uyda hamma bozorchi, shunga uy manekenga to'lib ketgan. Ertalar olib kelib qo'ydim, yotur. Choy tayyor, chiqinglar, soatlar 7 bo'lib qopti. Zebo, bizda ertalar soat 3 dan bozorga chiqib ketiladi. Ertadan sen ham chiqasan. Oyjon, rosa kam gap ekanlar. Hozir klient kelsin, ko'rasan gapirishlarimni. Quradi. Mayli bo'lsa, unda qorasini oling, barcha zo'r qora. Ozgina qilib ko'rsatdi, elga deb ketasiz, el chiqadi, sizga oling mana bundan savas to'g'ri gap. Kelin, ana 89-do'konga qarang, qani klient bormi ekan? Ha bo'ladi. Nima kerak ekan sizga? Yo, oyjon, klient bormi, yo'q, bilib kelganda jo'natdilar. Yo'q ekan. Men sizni shpion qilib jo'natdim, cho. Oyjon, meni kiyimi bo'lish uchun dudingiz 250 mingdan sotib yuboribman, zarar qilib qo'ymadimmi? Hech qilsa o'zi 25 mingdan kelgan. Oyjon, ko'chadan sudrab bo'lsa ham klient olib keling, dudingizni olib keldim. Plan to'ldi, kelin, doni sotmaymiz deb aytib yuboring. Doni sotmas ekanmiz, ketiring. Bozor shunaqa shovqin qalaqchi deysizlar. Oyjon, mana bitta ventilyator turardi, qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordim. Yaxshi klient chiqsa sotib olish kerakmi? Voy, mashinamiz qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ha, pul yuradigan oila ekansizlar-ku. Zebo, narsalaringni yig'ishtirib qo'ydim. Bu endi senga begona. Nima xato qildim? Kechiring, endi yaxshi savdo qilaman. Prosta uyga yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ketdi, bozor oldida uy olamiz.